Biz Yakkabog' tumani Jiyda mahalla fuqarolar yig'ini Galambuloq qishlog'ida yashaymiz. Biz shu 40 yildan oshdiki shu yerda yashaymiz, lekin bizda ahvolimiz og'ir va simyog'ochlarimiz juda achinarli holatda. Xalqimiz juda og'ir holatda yashayapti. Bunga hech kim yordam qilmaydi, hech kim quloq solmaydi. 40 yildan oshsa-da bironta joyimiz birta simyog'och qo'shimcha qo'yilgani yo'q. Qo'ymaydi, murojaatni qabul ham qilmaydi bular. Bilmadim endi. Shamollar, yog'ingarchiliklar oqibatida bir necha marta xonadonlarimizda xolodilniklar, televizorlar kuyish an'analari kuzatilyapti. Elektr simlari, simyog'ochlar achinarli ahvolda. Bolalarni ko'chaga chiqarishga qo'rqamiz. Biz soliqlarni hammasini o'z vaqtida to'lab boryapmiz. Kadastr hujjatlarimiz hammamizga deyarli 90-95% mavjud. Ahvol achinarli, simyog'ochlar almashtirilmagan, yordam yo'q. Bizga iltimos yordam berishlarini so'raymiz.